Assalomu alaykum. Men 19-maktabning 7-sinf o'quvchisi Ergashev Ozodbek bo'laman. Men Ekotrans nomli mashina robot ixtiro qildim. Bu mashina atrof muhitni tozalash uchun xizmat qiladi. Bu mashinaga men bir xislat qo'shdim. Bu sensor bo'lib, u chiqindilarni o'zi seza oladi. Odamlar kira olmaydigan joylar juda ham ko'p. Shuning uchun bu robot u yerlarga kiradi va chiqindilarni bemalol sensor yordamida tozalab chiqa oladi. Kodlar yordamida men o'zimning robotimni yurg'izishim mumkin. Bu yerda menga kerakli kodlardan bular yurg'izish uchun, bular chiroq va sensorlar uchun kerak bo'ladi. Bu mashinaning ish jarayonini ko'rsatib beraman. Bu mashinani yanada takomillashtirib, odamlarga yanada yaxshiroq xizmat qilishga harakat qilaman.